Assalomu alaykum do'stlar, YouTube ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan ko'rib turgan aka-ukalar, musofirda ko'rib turgan aka-ukalar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizni boshladik. Tomga penalonboz qo'yish jarayoni. Hozirgi ish joyimiz, obyektimiz Shahrixonda bo'ldi, Andijon viloyatida. Bu joyimizga mana 140 kvadrat joyimiz bor. Ertalab kelib ishni boshlaganmiz. Xudo xolasa kechgacha qo'yib yuboramiz. 7 sm qilib qo'yadigan bo'lganmiz. Hozir mana ko'rib turganlaringga bir boshdan quyib kelyapmiz. Bu taraflarimizdan mana quyib bo'ldi, ertalab quyib bo'lgan taraflarimiz. Ustida bemalol yursa bo'laveradi, уже qatidigani qati bo'ldi. Mana chizilish yo'q, yorilish yo'q, yaxshi holatda chiqyapti. Bemalol mana shuni ustiga yurib, ili suv bochkalarni ham qo'ysa bo'laveradi. Izi chiqmaydi, boshqasi chiqmaydi, xudo xolasa yaxshi holatda chiqyapti. Xullas biz shunday quyamiz, shunday holatda qoladi. Xo'p, bu penalonbozimizni shunday vassali shlipovkani ustiga materiali bor o'zini, shuni tashlaymiz. Material ustidan bir boshdan quyib kelaveramiz. Razmerini chiqarib, kerakli joyiga yana bir qator doska bo'lsa, doskani qo'yib olib, uzoqda mana ko'rib turibsizlar, suyuq holatda bo'ladi boshida bu. Bemalol 3-4 metrga ham misol bitta qo'ysiz oqib boraveradi, o'zi past baland joyga oqib urug'ini ham chiqaradi shunda. Qo'ldan kelgancha mana ustini ham tekizlab bir boshdan quyib kelyapmiz. Bu mahsulotlarimiz tarkibida yana bir qator eslatib o'ramiz. Suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement qo'shiladi, penasi qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Bu quygan narsamiz chirimaydi, boshqa bo'lmaydi, yorilmaydi. Loysuvodan ham 2 barobar yengil bo'ladi vazni. Loysuvodaqa yorilib ketmaydi. Ko'rib turganlaringni kerakli joylarga ham dimoxod qo'yib shu bir chirishini, vassaliklar, to'sinlarni oldini olib dimoxodlarni ham qo'yib ketyapmiz. Uylarni katta kichikligiga qarab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.